Hop, 8-chi maqsadimiz munosib ish va iqtisodiy o'sish ekan. Germaniya davlati iqtisodiy jihatdan juda barqaror. Ya'ni o'rtacha soatlik ish haqi 2022-yilda 23,8 yevro, 2023-yilda esa 24,9 yevro tashkil etar ekan. Ishsizlik darajasi esa 22-yilda 5,3%, 2023-yilda esa 5,7%. Hozirga kelib 2,2, 2,3 oralig'idagi foiz ko'rsatkichini ko'rishimiz mumkin. Hududlar bo'yicha yalpi ichki mahsuloti jon boshiga ko'ra 59,000, ya'ni 59,000, ya'ni 50,000 bilan 60,000 yevro orasida ekan, dollar orasida ekan. Biroq ish joyidagi baxtsizlar soni ham taxminan 795 mingni tashkil qiladi. Bu jihat ham e'tiborga molik. 9-chi maqsadimiz esa sanoat, innovatsiya va infrastruktura. Germaniya dunyodagi eng bir innovatsion davlatlar, iqtisodiyotlardan biri desak bo'ladi. Ilmiy tadqiqot va innovatsiyalari yalpi ichki mahsulotining taxriban 3,1% tashkil qiladi ekan. Sanoat sektoridagi bandlik ko'rsatkichi 2024-yilga ko'ra 18% tashkil etadi va ishlab chiqarishning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi esa 20,5 va bu aholisiga 10,200 yevrodan to'g'ri kelar ekan. Ishlab chiqarish sektoridagi bandlikligi esa 18%. Sanoat emissiyalari esa 28 milliard iqtisodiy hajmga teng ishlab chiqarish sektori mavjud ekan. 10-chi maqsadimiz esa tengsizliklarni kamaytirish. Daromad taqsimoti bo'yicha aholining o'rtacha sof daromadi 38,200 ming yevroni tashkil etadi va bu davlat qochqinlarni qabul qilish bo'yicha ham yetakchi bo'lib hisoblanadi. Taxriban 2023-yilning ma'lumotlariga ko'ra 2,6 million qochqin ro'yxatdan olingan ekan rasmiy ravishda va Germaniyada xalqaro rivojlanish yordami, ya'ni ODA uchun Germaniya davlati 35 milliard yevroni, ya'ni yalpi ichki mahsulotining 0,79%ni o'sha ajratgan ekan xayriya fondiga. 11-chi maqsadimiz esa barqaror shaharlar va hamjamiyatlar. Shaharlarni rivojlantirishda jamoat transporti asosiy o'rinda turadi va aholining 90% qismi transport bekatlaridan taxriban 500 metr atrofidagi masofada yashaydi va shahar chiqindilarini 67%ni qayta ishlaydi. Jami chiqindi esa 50 million tonna ekan 2024-yilda qayta ishlangani. Madaniy merosni saqlash uchun davlat 2,1 milliard yevro sarflagan ekan 2024-yilda. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich va Berlin, Myunxen va Gamburg kabi shaharlarda esa aholi jon boshiga yashil hududlar 32 metr kvadrat va 32 metr kvadratdan 39 metr kvadratga to'g'ri keladi va o'shana taqsimlangan. 12-chi maqsadimiz esa mas'uliyatli iste'mol va ishlab chiqarish ekan. Xo'p, chiqindilarni o'sha saralashga juda rivojlangan davlat bo'lib hisoblanadi. Aholi jon boshiga o'rtacha 85 kilogramm organik chiqindi yig'iladi desak ham bo'ladi va oziq-ovqat chiqindisi yillik 11 million tonnani tashkil etadi. Germaniyada fosil yoqilg'i subsidiyalarini esa kamaytirishga hozirdan harakat qilib borilmoqda. Hozirda bu subsidiyalar esa 65 milliard yevroni tashkil etadi va bular bosqichma-bosqich kamaytirish rejalashtirilgan bo'ladi. Xo'p, 13-chi maqsadimizga keladigan bo'lsak, iqlim bo'yicha harakat. Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda Germaniya issiqxona gazlari emissiyalarini kamaytirmoqda.
2024-yilda ya'ni aholi jon boshiga emissiya 8,1 tonnani tashkil etadi. Sektorlar kesimida esa elektr energiyasi 28%ni, sanoat esa 23,4%ni, ya'ni eng ko'p emissiyaga chiqaradigan davlat. Germaniya iqlim loyihalarini moliyalashtirish uchun xalqaro miqyosda har yili 6 milliarddan 8 milliard yevrogacha ajratadi ekan. Issiqxona gazlar emissiyasi esa 673 million tonnani tashkil qiladi ekan. Bu transportga 22,9%, elektr energiyasi 28% va uy-joy sektoriga 15%ni statistikada ko'rib turibmiz. Hop, 14-maqsadga keladigan bo'lsak, suv osti hayoti. Bunda dengiz ekotizimlarini himoya qilish bu juda Germaniya uchun muhim deb o'ylayman. Dengiz hududlarining qariyb yarmi, ya'ni 45% deyarli 16,000 kilometr kvadratni qariyb o'z ichiga oladi va 2022-yilda esa baliq zaxiralarining 72% barqaror darajada ekanligi aniqlangan. Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlikda dengiz va baliqchilikni rivojlantirish uchun jami 370 million yevro ajratilgan. Yevropa Ittifoqiga 220 million dollar, Germaniya tomonidan esa 150 million dollar jami ajratilgan. 16-maqsadimiz 15-maqsadga keladigan bo'lsak, quruqlikdagi hayot. Germaniya hududining 32%, ya'ni 11,4 million gektari o'rmonlar bilan qoplangan. Daraxtzorlar va xuddi shunday o'xshash narsalar. Nature 20 muhofaza hududlari esa 5,2 million gektarni tashkil etadi. Biodiversitet uchun esa rasmiy rivojlanish uchun yordam esa 1,2 milliard dollar 2024-yilda yordam ko'rsatgan. O'rmon va tabiiy hududlarning ulushi esa 2018-yildan beri barqaror o'sish rivojlanish ko'rsatkichiga ega hisoblanadi. Xo'p, 16-maqsadimizga keladigan bo'lsak, tinchlik, adolat va kuchli institutlar. Bu juda ham muhim. Germaniyada huquqiy davlat sifatida bu tinchlikni ta'minlash hali beri davom etmoqda. Bu qotillikdan qurbonliklarning soni esa 245 tani tashkil etyapti ekan. Bu Yevropadagi boshqa davlatlarga nisbatan yaxshi natija, ya'ni past natijani ko'rsatyapti. Xo'p, davlat xizmatlaridan qoniqish darajasiga keladigan bo'lsak, bu juda yuqori ko'rsatkichda, ya'ni 81%. Ta'lim tizimida 81%, davlatning boshqaruvidan esa 70% aholisi mamnun ekan. 79% ta'limdan. Xo'p, 2024-yilda davlat byudjetidan 476 milliard dollar byudjet xarajatlarini tashkil etadi va bularning 37% ijtimoiy himoya, 19% sog'liqni saqlash, 14% boshqa xarajatlarga sarflangan ekan. Oxirgi, ya'ni 17-maqsadimizga keladigan bo'lsak, maqsadlar uchun hamkorlik. Bu yakuniy maqsadimizda aytib o'tsak bo'ladi, global hamkorlik desak ham adashmagan bo'lamiz. Germaniya davlat daromadlarining yalpi ichki mahsulotdagi o'rnini ko'rib turibmiz, 46,5%ni tashkil etadi ekan. Mamlakat xalqaro savdoda AQSh, Xitoy, Fransiya bilan yaqin hamkorliklarni qiladi. Rasmiy rivojlanish, ya'ni ODA uchun esa 35 milliard yevro, ya'ni yalpi ichki mahsulotining 0,82%ni ajratgan ekan, ya'ni global barqarorlikka qo'shayotgan hissasidan bu dalolat beradi. Eshitib turgan barchaga rahmat. Xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz.